Assalomu alaykum aziz insonlar. Sizlar bilan yana boshdan o'tgan tabib Azizbekman. Kelayotgan bayramlar hammaga muborak bo'lsin. 2026-yilga mana oz fursatlar qolmoqda. Hammamiz 2026-yilga rejalar qilmoqdamiz. Yanvardan futbolga boraman, sportga boraman, misol uchun yangi kasb o'rganaman va hokazolar. Shular birinchi o'ringa qo'shishimiz kerak bo'lgani, shu qilishimiz kerak bo'lgan rejalarimiz orasiga men maslahat, o'zimga ham sizlarga ham tavsiya, maslahat, to'g'ri turmush tarzi, do'stlar, sog'liqqa birinchi o'ringa qarashimiz kerak, erkaklar ayniqsa deb o'ylayman. Ayol kishilar ham o'z insoniyat, sog'lig'ini ehtiyot qilish kerak. Sog'liq topilmas boylik, buni menda hammanglar yaxshi bilasizlar. Ko'p gapirmayman. Demoqchi bo'lgan to'g'ri turmush tarzi tarafdori bo'laylik, shunga amal qilaylik, rejamizga qo'shaylik. Sizlarga do'stlar, ulardan bir limon choy, limon suv qilib ichaylik do'stlar. Zanjabil shamollashib yuradi, immunitetimizni oshiradi, foydali do'stlar. Zaytun yog'i mana men o'zim iste'mol qilib yuradigan, doimiy iste'mol qiladigan narsalarimdan. Yana asal bor. Asal az miqdorda kuniga 1 qoshiq, yarim qoshiq yetadi, choy qoshiqda. Do'stlar, yana tashashimiz kerak deb o'ylagan narsalardan bittasi shakar. Shakarni tashashimiz kerak. Miqdorini hech yo'g'ida kamaytirishimiz kerak. Chunki juda ham ziyon, bu isbotlangan narsa faktlar bilan. Do'stlar, o'sha shakar tashashinglarni tarafdoriman men. Tavsiya qilaman. Shakar miqdorini hech bo'lmaganda kamaytirish kerak. Sizlar bilan boshda o'tgan tabib bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 2026-yil nima maqsad qilgan bo'lsanglar, maqsadinglarga, niyatinglarga oshig'i bilan erishinglar tilakdoshiman. Xato kamchiliklariga rozi bo'lishinglardan, kerakli manfaat olishinglardan umidvorman. Like va pastga bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.